beryaptimi yo'qmi? Ko'chada qo'shnilar bilan gaplashib tursangiz, bel qotib qoladimi? Qotib qolib joy oqtarib qolasiz, o'tirib olsangiz. Oyog'im og'rib ketadi. Oyog'i toliqqa olmay, oyog'ingiz netda og'rib, joy oqtarib qolasiz. Ikki oyog'ingizda bir xil og'riq. Qachondan beri og'riq bo'lyapti? Anchadan beri 3-4 yil. Sababini nimaga bog'laysiz? Shu variko'zim bor, shu nima deb o'ylayman. Variko'zingiz bor. Revmatizm yo'q. Travma bo'ldimi, bo'lmadimi? Yiqilib tushish, qayrib olish, koronavirus bilan og'riqsizmi, og'rimadingizmi? Shunda og'riq bormi, yo'qmi shu turgishingizda? Cho'zib tursam. Og'riq yo'q-a? Og'riq qachon bo'ladi asosan? Yurganingizda, ish Yurganda, ko'p yursam, kunduzi ham og'rib yuradi kechgacha. Keyin kechqurun ko'proq og'riydi. Demak, kech ish jarayoni tugagandan keyin kechga borib og'riq jonlanib qoladi. Ko'proq qiynaydi sizni. Havo-havoga bog'liq joyi bormi, yo'qmi? Sovuq tushsa og'riydi. Sovuq tushsa nisbatan og'riqlar kuchayib qoladi. Xo'p. Oyoqni tortamiz yuzini. Uni oyog'ingizni ko'taramiz. Ko'taramiz, yaxshi. Og'riq bormi shunda? Katta og'riq bo'lyapti. Boshqa joylarda og'riq bo'lsa aytasiz. Tomir tortadimi oyog'ingiz? Tomir tortadimi, yo'qmi? Savollarimga javob bering, opang. Tortilmasdan ochiq-ochiq aytish kerak. Kasal bilan bemorning o'rtasida hech qanaqa parda bo'lmasligi kerak. Nimaki shikoyat bo'lsa ochiq-oydin aytish kerak. Yuyishingiz sovqotishcha oyoqda. Uyushib qoladi. Yuyishib qoladi. Kaftdagi qiziydimi, sovqotadi? Sovqotadi. Sovqotadi. Bemalol namozda qarab o'tiralyapsizmi, yo'qmi? Yo'q. Kasbingiz nima ona? Uyda. Uy bekasisiz. Bunisini ko'tarasiz. Og'riq yo'qmi betlarda? Yo'q. O'shalarda. Bundan o'tirasiz. Chanoq son bo'g'imni holatini baholash uchun chanoq son bo'g'imiga kelib ko'ramiz. Og'riq bormi? Katta og'riq bo'lyapti. Ko'zoningizni tashqi yuzasida og'riq bo'lyapti. Pastga qarab yotyapman. Ish qilganingizdan keyin og'riq ko'proq bo'ladi. Ish qilmasangiz og'riq bo'lmaydi. Yursam ham og'riydi. Yursangiz ham og'riydi. Bosgan joyimda og'riq bormi, yo'qmi? O'shalarda. Bor-a. Og'riq bo'lsa aytasiz, kuchli og'riq bo'lsa. Endi og'riyapti. Og'riyapti. Soningizda og'riq og'riyapti. Qo'lingizni ikki yoqqa tashlang. Belni ko'rasiz, belingiz cho'kib turibdi. Narigisini ham yonga tushiring. Murqa pog'onangizni bel qismi cho'kkan. Listeziya xos belgilar bor, toliqish bor. Og'riyaptimi? Oyoqqa zimirash beryaptimi, yo'qmi? Beryapti. Ko'chada qo'shnilar bilan gaplashib tursangiz, bel qotib qoladimi? Qotib qolib joy oqtarib qolasiz, o'tirib olsangiz. Oyog'im og'rib ketadi. Oyog'i toliqqa olmay, oyog'ingiz netda og'rib, joy oqtarib qolasiz. Xo'p, birinchi masala chanoq son bo'g'ingizni bilan belingizni emrt qilish kerak. Keyin analizlarni belgilashingiz kerak, analizlar qilish kerak. Tekshiruvlar qilib bersangiz, keyin o'shanga asoslanib sizga xulosa berib, bir aniqlik yo'nalish topib olamiz, o'shanga qarab sizga diagnozni qo'yib, puxta lecheniya yozib beramiz.